Hammaga salom. Sizlar bilan bugun birgalikda raspakovka qilamiz. Lekin o'zim kanalimga emas, mana shu to'lab qo'yamiz qaysi kanalgaligini. O'zi kanalimga obunachisi ko'p emas. Opa-o'g'ili galbratsiya qilaylik deb iltimos qilishganligi uchun shunaqa bir videolar qo'yapmiz. O'zi tovar zakaz qilishdan boshlab Instagramga rasmlarni joylash, video montaj qilish, videoga olish hammasini o'zim qildim. Bular menga nima kerak bilmasam. Kelinglar kimlar haqida gaplashamiz. Mana to'ykan arzonga zakaz qilganmiz. Sifati narxidan ko'ra yaxshiroq keldi. Biz buncha yaxshi keladi deb o'ylamagandik. Rosa ham arzon bo'lganligi uchun zakaz qilib o'rgandik. Shimini pastda shunaqa manjetlari bor ekan. Sizlar ko'rishinglar uchun kameraga yaqin olib kelib alohida ko'rsatdim. Keyingi narsamiz bu ikkita shim zakaz qilgandim murskoy 29-30 razmerda. Ular sifati kutganimizdan ham zo'r keldi. Rosa ham yaxshi ekan. Aynan ichlarini ochib ko'rsatganman. Ko'pchilik razmerda bir razmer kattaroq zakaz qilish kerak, Xitoydan kichkina kelib qoladi deb aytishadi. Lekin biz shuni ham hammani o'zini razmerda zakaz qilgandik. Ikkalasi ham loyiq keldi. Ikkinchisi ham shim bo'lganligi uchun ochib ko'rsatganim yo'q. Keyingisi bu oyoq kiyim, shunaqa krossovka zakaz qilgandik. Iplar boylamagan, kelganligi uchun boylaganda yana ham chiroyli bo'lib qoladi. Aynan ichlarini ham ko'rsatib, ikkalasini ham alohida videoning ichida ko'rsatib o'tib ketganman. Krossovkalar ikkalasini ham ochib, asal holatini, rasmini, ipi boylangan holatda istoriyaga ham joylayman, post ham qilib qo'yaman. Undan tashqari menga yuborilgan odzivlarni ham sizlarga alohida video qilib albatta joylayman.